unga ko'rsataman-da. Shuni poyez urdimi, odam urdimi, ekspeditsiyada kelib suyan yig'ida olmaydi. Afrasiyoga urdimi deydi O'zbekiston. Shu payti ko'ramiz, xolos. Avvalo Alloh. Mana endi hozir ozodlik desang, qachondan baribir jang qilishga ruxsat berishadi-yu, o'sha taxminan ma'lummi qachon sen jang qilsang bo'ladi? Mana shunga qilib turibmiz, inshaalloh. Shu ro'za oldi yo ro'zadan keyin jang qilaman xolos. Yo boksda yo kurlachkadan jang bo'ladi aka. Sizlar kutgan jang bo'ladi inshaalloh. Tirnoqqa qilsin. Lo'bo joyga manaman deb professional jangchilarman jang qilaversin, yo'qsa o'rganaversin aka. Jangga chiq deysa, lo'boga chiqib ketaman. Va o'ringa bo'lay, yo'qsa unga o'zimga formga kelay, yo formga kelmay farqi yo'q. Men Allohga tavakkal qilganman har doim o'xshagan. Bunga ham Allohga tavakkal qilaman, inshaalloh o'xshab ketadi, xudo xolasa deyman. Menejerlar bilan suhbatlashamiz, janglarga ruxsat bo'lsin. Jang bo'l ruxsat qilaver, jang qilaversin degan narsa bo'lsa, asta-asta o'ylashamiz aka. Vaqt qilinadi. Bu jang uchun kelingan, bu jang bo'ladi. Inshaalloh. Unga ham omadni tilayman, tayyorgarlikni zo'r qilib, bo'yinlargacha qilib ishlaydigan unaqa texnikalar, shunaqa ishlar yaxshi bo'lsin. Mana bo'yinni bunday qilaman-ki, ana urib ko'rsin-da aka. Men aytaman, 5 ta ursin, mana shu bo'yinni. Bitta urib ko'radaman. Bitta urib ko'rsataman. Faqat ursa, mayli 5 o'yin ham tekkisin.